Bu misolimizda ko'paytmani qiymatini toping degan. Ko'paytmani qiymatini topishimizda qarama-qarshi tomonda turgan sonlar agar qisqarsa, qisqartirish imkoniyatimiz bor. Kasr agar ko'paytiruv bo'lsa orasi, ikkita kasr orasi ko'paytiruv bo'lsa faqatgina. Endi qarama-qarshi tomonlar 8 bilan 64. Bu ikkalasi qisqaradimi? Qisqaradi. Nechaga qisqaradi? 8 ga qisqaradi. Ketdi. 64 ni 8 ga bo'lsak 8, 8 ni 8 ga bo'lsak 1. Endi bu tomondagi qarama-qarshi tomon qaysi? Bu tomondagisi 3 bilan 27. Bular bir-biriga qisqaradimi? Qisqaradi. Ikkala tomon ham 3 ga qisqaradi. 3 ga qisqarsak 1, bu tomonda 9 qoladi. Endi 9 kira 1, suratda 9 kira 1 qoldi. Suratni suratga ko'paytirasiz, mahrajni mahrajga ko'paytirasiz keyin. Qisqartirib bo'lganingizdan keyin. 1da mahrajda qoldi, 1 ko'paytirilgan 8 qoldi. Endi natijamiz 9 taqsim 8.